Mani kitoblardagi top 3 ta krashim. Birinchisi klassika Martin Eden. Martin Eden menga faqat partnyor sifatida emas, balki oddiy inson sifatida ham juda ham yoqadi, chunki ko'ngli keng, hayoti sodda odamda menga shu uchun ham yoqadi. Ikkinchisi Usta va Margaritadagi Volant. G'alati tuyulishi mumkin, Volant bu shayton-ku, masangiz shayton yoqadimi deb o'ylashingiz mumkin, lekin sharaf. Volant kitobda klassik shayton emasdek, o'sha kitobdagi odamlarning ichidagi kirlari, ularning paroklarini ko'rsatish uchun именно shunaqa simvolический odam deb o'ylayman. Uchinchisi Remarkda kitoblaridagi Любой bosh qahramon erkak. Вот просто o'zini yaxshi ko'rgan ayol uchun nimalarni qilmaydi ular bor. Yaxshi ko'rgan qizi kasal bo'lsa, просто itdek itdan yugurib, oxirgi puliga bo'lsa ham ухаживать qiladi, oxirgi sekundigacha birga bo'ladi qizi bilan. Bu klassika bo'lsa kerak, kitoblardan krash topish. Bu narsa faqat real hayotda emas, balkim kitoblarda ham uchrashi mumkin. Ya'ni kitoblardagi qizlar kitob o'qiyotganda krash topadi o'ziga. Usoma Muslim tomonidan yozilgan Binafsha Shu'lasi kitobida ham bitta qiz krash topadi o'ziga, kitobdan krash topadi va именно shu krashni har doim ko'rish uchun, borligini his qilish uchun kitoblarni o'qiveradi. Qiz kitob o'qigancha, o'sha yaxshi ko'rgan insonini uchratguncha, bir ikkita odamni hayotini yashab ko'rguncha juda vashi boshqa odam bo'ladi. Yashab o'tgandan keyin boshqa odam bo'ladi. O'zinglar uchun screenshot qo'yinglar, nomi Binafsha Shu'lasi.